Haqiqiy boylar telefonni chiqolsiz ishlatadi deyishadi. Hozir men sizga telefonni chiqolsiz ishlatishni 4 ta katta foydasini aytib beraman. Xullas, birinchisi telefonni qizishiga sababchi bo'ladi chiqol, chunki sovishiga xalaqit beradi. Oldi orqasini to'sib, ayniqsa himoya oyna ham qo'yib olsanglar, bilasizlar, telefon sovishi passiv bo'ladi, oldi orqasiga issiqlikni chiqarib soviydi. Bunga chiqol albatta xalaqit beradi. Ikkinchisi bu antenna aloqa sifatini pasaytiradi deydi chiqolni qalin yupqaligiga qarab turib 20-30% darajada. Uchinchisi telefonda estetik dizaynidan bahramand bo'lishni to'sadi. Materiallarni o'zingiz qo'lingiz bilan his qilib ishlata olmaysiz, plastikni ushlaysiz, zashitnikni ushlaysiz. Qalinlashtiradi ham, dizaynni buzadi baribir, tan olaylik buni. To'rtinchisini aytishdan oldin bir narsani eslatib qo'yay. Telefonni chiqol bilan chiqolsiz ishlatishlik bu boy kambag'alligiga bog'liq emas, bu qiladigan ishiga bog'liq deb o'ylayman. Agar kun bo'yi siz qiladigan ishingiz bir joyda o'tirib, qo'pol harakatlar talab qilmasa, chiqolsiz ishlatsangiz bo'ladi. Qo'pol harakatlarni, tez jismoniy harakatlarni talab qilib telefoningizni u yoqdan bu yoqqa ko'tarib yursangiz, albatta himoyalanib olganingiz ma'qul. Bo'lmasam biz servisimizga klient bo'lishingizga to'g'ri keladi. Chiqolsiz ishlatadigan boy tanishinglar bo'lsa video jo'natib qo'yinglar. To'rtinchisi shu o'sha chiqolim bor, endi telefon himoyalangan deb o'ylab, aldanib, qo'pol ishlatib, telefonni buzib oladi, sindirib oladi. Bunaqalar ham juda ko'p. Shunaqa holatsizda bo'lgan bo'lsa kommentariyada yozib qo'ying, meni gapimni tasdiqlab. Obuna bo'lib qo'yinglar. Hali foydali videolarimiz ko'p.